Nima uchun sut ichmaydi? Futbol tarixidagi eng yaxshi to'prar Krishtianu Ronalduning sobiq oshpazi Jorjo Barone portugaliyalik hujumchining ovqatlanish tartibi haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni ochiqladi. Oshpazning so'zlariga ko'ra, Ronalduning ajoyib sport formasi nafaqat tizimsiz mehnat, balki qat'iy intizom natijasidir. Jumladan, futbolchi sut mahsulotlaridan butunlay voz kechgan. Ronaldu sut ichishdan qochadi, chunki uning fikricha sut inson organizmi uchun tabiiy ehtiyoj emas. U sutning o'simliklardan olinadigan muqobil turlarini afzal ko'radi, deydi Jorjo Barone. Ronalduning taomnomasida shakar va unli mahsulotlarga ham o'rin yo'q. U quvvat manbai hisoblangan uglevodlarni makaron yoki non kabi xamir ovqatlardan emas, balki faqat sabzavotlardan olishni odat qilgan. Oshpaz futbolchining bir kunlik taomnomasini quyidagicha ta'riflaydi. Ronaldu nonushtaga avokado, tuxum va mutlaqo shakarsiz qahva iste'mol qilardi. Tushlikda esa doim tovuq yoki baliqni sabzavotlar bilan birga tanovul qiladi. Unga hech qanday unli mahsulotning keragi yo'q. Futbolchi barcha kerakli elementlarni sabzavotlardan oladi. Krishtianu kechki ovqatda esa juda yengil tamaddi qiladi. Odatda baliq yoki go'sht filesi hamda sabzavotlar bilan cheklanadi, deydi oshpaz.